Bu qadamimiz maktab direktorlari bilan hamkorlikda bo'ldi. Biz juda ko'p ish qilyapmiz hamkorlik. Qing'irishlarni kamaytirish, soxtakorlikni yo'qotish, haqiqiy bir vaziyatga olib chiqib, domlalarni ham o'zini ushlashga majbur qilish. O'quvchilarni ham tartibga keltirish, ota-onani ham tartibga keltirish, hammasiga xizmat qiladigan bitta narsa. Raqamlashtiramiz maktablarni hammasini. Hamma sinfxonaga ovozli kamera qo'yamiz, 100%. Kirish, chiqish joylariga Face ID qo'yamiz. Face ID oldingidan qilib qog'ozda 99% davomat yo'q edi. Qog'oz ketmaydi. O'zimizga ham yaxshi shu qilishimiz kerak biz jamiyatda. Face IDdan shunday o'tadi, kirayotgan bola Face IDdan chiqadi. Domlalar ham Face IDdan kiradi, domlalar ham Face IDdan chiqadi. O'qituvchi ham, direktor ham kelmagan, dars o'tmagan o'qituvchiga oylik to'lanmaydi. Soatma-soat ketadi. Qachon kirib, qachon chiqqancha programma o'zi hisoblaydi. Mana u o'qituvchi mana shu soatlarda maktab hududida bo'lgan. Bu holatda bo'lmagan. O'quvchi ham 2 soat kelib chiqib ketsa, u qayt qilib keladi. 3 soat darsini o'tib, 4-soat ketib qolsa ham chiqib ketadi. Umuman kelmaydiganlar ham shunday ko'rinib qoladi. 1723 ta o'quv xonalari bor ekan maktablarda. Shundan 277 tasida kamera qo'yilgan ekan. 277 ta kameradan 233 tasi ovozli zamonaviy kamera, 44 tasi eski zamonli kamerasi. Bizda 1490 ta xonaga kamera qo'yish vazifasi bor.